Hürmetli vatandaşlarımız, lüksümüzü devamlaştırırız. Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Mudofaa ministri James Mattis Çavuşanni qattiq ogohlantirib mundaq dedi. Oldimizda zo'r ko'lamlik harbiy harakat bor. Mavzuli xabar 9-oyning 3-kun Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Çavuşan kuchi intayin zo'r yadro sinig'ini amdila tamomladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Mudofaa ministri James Mattis bugun mundaq ko'rsatdi. Amerikaga va Amerikaning ittifoqdoshlari qilingan har qanday hujum nihoyat zo'r ko'lamlik harbiy javobga erishdi. Amerikaga va Amerikaning ittifoqdoshlari qilingan har qanday hujum nihoyat zo'r ko'lamlik harbiy javobga erishdi. Reuters agentligi Mudofaa ministri James Mattisning Oqsaroyda nima deganligini xabar qilib, mundaq ko'rsatdi. Amerika va Amerikaning qaysi bir territoriyasiga har qanday tahdid silish, jumladan Guam oroli va bizning ittifoqdoshlarimizga tahdid silish zo'r ko'lamlik harbiy harakat bilan javob qaytarildi. Balki unumlik hammani besib tushadigan javob qaytarildi. Davlat Mudofaa ministri James Mattis mundaq ko'rsatdi. Washington bir davlatni butunlay yo'qotishni qo'llashmaydi. Ya'ni Çavuşan, lekin men aytgandek bizning qo'limizda nurg'un tanlash bor. Diqqat vatandosh. Davlat Mudofaa ministri Amerika Qo'shma Shtatlarining nima deydi? Washington bir davlatni butunlay yo'qotishni qo'llashmaydi. Ya'ni Çavuşan. Lekin men aytgandek bizning qo'limizda nurg'un tanlash bor. Çavuşan yadrosini qilib bordi. Jungoning sharqi shimolida kishilar qo'rqib ketdi. Binolar silkinib ketdi. Mavzuli xabar 9-oyning 3-kuni Olmi gazetida Shangangda nashr qilindi. Shu kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Çavuşan vodorod bombasini sinov qildi. Jungoning sharqi shimolida Jilin, Chongchun, Shinyang, Yanbian qatorliq joylarda ro'shan yer titirash, ya'ni yer davrash ko'rildi. Koreya Yaponiyaga solishtirganda va Jungoning sharqi shimol rayonida og'ir xatarli bir ahvol bo'ldi. Lekin aloqador taraflar va Uçur bu xabarni qattiq kontrol qildi. Jungoni da'vatida. Lekin sharq shimol xalqi yadro aks ta'sirining yanada ekanligini his qilishdi. Yadro aks ta'sirining bizning yanada ekanligini his qilishdi. Yana bir xabar. Çavuşan vodorod bombasi sinov qilgandan keyin Kim Jong Un kelar qadamni qanday bosadi? Mavzuli xabar 9-oyning 4-kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungoning tashqi ishlar ministrlariga Shomin shahrida oltin kesak 5 davlat yig'ini o'tkazishga oldirab yurgan bir paytda Çavuşanning rahbari Kim Jong Un chandurmay yana bir axborot xabari paydo qildi. 9-oyning 3-kuni tashqi dunyo Çavuşanda 6-3 ball yer tavirganligini bayqadi. Shuningdek, Çavuşan aloqador taraf yuklab uchiqchi vodorod bombasini sinov qilganligini jakarladi. Bu qatim qo'shqanda Çavuşan 6-qatim yadro sinig'i elib borgan bo'ldi. Gerçi ko'p yillardan beri xalqaro jamiyat Çavuşan yerim orolini yadrosizlashtirishga ching turib kelgan bo'lsa, boshqa davlatlar bilib turibdiki, Çavuşanning yadro qurollariga ega bo'lish irodasini to'sib qola oladigan kuch yo'qligi reallikqa aylandi deydi. Torbeti xabar yozuvchi, Xitoy yozuvchi. Shundaq deyishga bo'ladiki deydi Vanvitor beti. Jungo va barliq Sharq Shimol Osiyo rayoni burilish nuqtasida ochiq yo'lda turibdi.
Çavuşan bu qatim belgilegüç ähmiyetga ega yadro qurolini sinaq qilgandan keyin murakkablashib ketgan bu jiddiy vaziyatga har qaysi taraflar qandoq taqobil turdi? Bu ish, ya'ni taqobil turish hozirgi dunyoda Çavuşanning yadro qurollariga ega bo'lishidan ko'proq chunqur ta'sir qoldirdi. Jungo Palla Akademiyasi Asiya Tinch okean strategiya tadqiqot institutining tadqiqotchisi Wang Shaolin mundaq ko'rsatdi. Çavuşan yadro iqtidorini qurol kuchiga aylantirdi. Çavuşanning yadro davlatlik o'rnini e'tirof qildirishga butun dunyoga besim paydo qildi. Ko'rdingizmi? Nima deyapti Wang Shaolin? Davlat ichida uyushish kuchini oshirib, hokimiyatni mustahkamlasa, tashqi jihati Çavuşan yadro davlati salohiyat bilan xalqaro jamiyatga kirib keladi.